O'sha paytdagi bunaqa qal'alar asosan tepaliklarga qilingan, chunki tepalardan hujum qilinadigan bo'lsa ham tepada turib hujumni qaytarish oson bo'lgan. Mana bunaqa joylarda kamonchilar turgan bo'lsa kerak, kinolarda ko'rganmiz bunaqa narsalarni. Bu joy bizni o'zi nazarimizni tortdi. Mana bu joy menimcha kirish joyi bo'lgan. Mana bu joyda balki ot aravalarni, otlarni bog'lagan bo'lish kerak. Mana shu joylarda va bu tarafda ham kirish yo'lagi bor ekan. Mana shu joydan qal'ani o'ziga kirgan degan taxmin yo'q emas. Qaranglar, maxsus tepaga qilingan bu qal'a atrofdagi hamma narsani ko'rib turish uchun. Tepadan hamma yo'q ko'rinadi. Agar kimdir hujum qiladigan bo'lsa ham bu joyga kirib o'tish, kirish qiyin bo'lgan, chunki u paytlarda o'zlab bilasizlar, faqat nayza, qilich bilan hujum